Hech kim qo'ymaydigan, ya'ni tovuqxonaning ichiga kirib, ichkaridan video qilishga qo'yilmaydigan holatlarda yana qo'yib borishga davom etyapmiz o'rtoqlar. Nasib bo'lsa, o'sha 100 kun, 120 kunlik qilib sotish niyatimiz va bularda zonada e'tibor beramiz. Aholi yo'q joyda. Mana bunday go'nglarni olib chiqib dalallarga tashlanadi. Mana bu o'sha jo'jalar tayyorlaydigan meshalkamiz. Bunga o'sha kerakli narsalar solinadi. 300 kilo yem oladi. Makka bug'doyda shunga solinadi. Drabelkamiz chiqarib beradi. Mana bu meshalkamiz. Ya'ni 3,5 million foyda berishni boshlaydi. 3,5 millionlik yeydi. Kuniga yeyishi. 90% tuxumda. Ko'proq tuxum beryapti. Ya'ni 6000 tadan oshiq tuxum. Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib borayotgan o'rtoqlar. Mana yana tovuqxonamizga keldik. O'sha hech kim qo'ymaydigan, ya'ni tovuqxonaning ichiga kirib, ichkaridan video qilishga qo'yilmaydigan holatlarda yana qo'yib borishga davom etyapmiz o'rtoqlar. Go'jalarimiz mana 7 oylik bo'ldi. 90% tuxumda. Mana holatlari. Zotilomin sendi Qo'qon shahrida yaqin hududida. Bular o'rtoqlar sotilmaydi, o'zimiz tovuqxonamiz, shunchaki ma'lumot berish maqsadida video qilyapmiz. Axlatlarga e'tibor bermaysizlar, axlatlarni yig'ishtirgan paytda hozir ishchilarimiz axlatlarni tozalashadi. 6800 ta tovuq o'rtoqlar 200 kilodan ko'proq tuxum beryapti. Ya'ni 6000 tadan oshiq tuxum. Oldingi videomizda o'sha ozgina adashmovchilik bo'lib, hisob-kitobda noto'g'ri gapirib o'rgan ekanman. 5,5 ta tuxum deyman deb 550 ta tuxum degan ekanman. O'shani to'g'rilab ketay. Hozir mana 6000 tadan oshiq tuxumi. Holatlari yaxshi tovuqlarimiz, tuxumlar tug'ib yotishibdi mana. Hali tuxum yig'ilmagan payti hozir. Mana bu tovuqxonamiz tomlariga mana demoxatlar o'rnatildi. Mana bu osilib turgan iplar o'shaniki. Ya'ni mana hozir shu yerda 7 ta qo'yilibdi, adashmasam. Mana bu iplari, osilib turgan iplari o'sha demoxatni yopib ochadigan nimamiz. Ya'ni yozgi kunida ventilyator ishlanganda yopib qo'yiladi. Bu tomonga gofra qo'yiladi. Gofradan muzli havo kirib turish maqsadida. Agar buni yopilmasa, tepalarda bu yerdan havo so'radi, xonani haroratini pastlatishga zarar yetadi. O'shani hisobiga yopiladigan qilib ketishdi ustalarimiz. Qishda hisobiga mana tepada 3 ta ventilyatorchalarni ishlab turibdi. Pastdagilar ishlagan. Bular yozda ishlaydi. Tovuqxona haqida to'liq ma'lumotlarni oldingi videolarda berib o'tganman o'rtoqlar. 90% oshiq tovuq tuxum qanday bo'ladi deyilganiga mana shu holatda bo'ladi. Narx-navosini hozir aytib o'tsam, o'rtoqlar 31 ming betdan olib ketishyapti ekan 1 kletkasini. 1 kletkasi 31 ming. O'rtasi hatta 200 kletka deydigan bo'lsak, 6 million 200 ming tuxum chiqib ketyapti. Tovuqxonamizdan yemiga kelsak, yemi 3 milliondan 3,5 million arasida yem yeydi. Bir kunlik rasxoti 6 milliondan oshiqroq tuxum beryapti. Ya'ni yaqinda 7 million beradigan bo'ladi.
Qisqa qilib aytganda 3,5 million rasxod, 3,5 million qo'shib rasxodga 7 million foyda berishni boshlaydi, xudo xolasa. Ya'ni 3,5 million foyda berishni boshlaydi. 3,5 millionlik yeydi. Kuniga yeyishi. Narx-navosini, rasxodiga qiziqqanlarga qisqa ma'lumot berib o'tdim. Ovlarimiz, tuxumlari mana shu holatda bor. Hammasi tuxumda, xudo xolasa. Bular adimey, xudo xolasa 97% ga ham chiqqanda video qilamiz, nasib bo'lsa. Zotilomin sendi bu mana shular 7 oylik holati, o'rtoqlar. 7 oydan o'tishni boshlayapti. Ishchilar almashib, yemsiz qolib, nimalar rejimlar buzilganning hisobiga hozir 90% atrofida turibdi. Aslida hozir 97-98% tuxum berayotgan bo'lish kerak edi. Nasib xudo xolasa o'sha nimaga ham chiqadi. Tovuqxonani ko'p aytib o'tamiz o'rtoqlar, qanday muhitda bo'lish kerak. Mana shu cho'l zonada e'tibor beramiz, aholi yo'q joyda. Mana bunday go'nglarni olib chiqib dalalarga tashlanadi. Fermerlar o'zlari bahorda qayta ishlab yerlarga yoyib, yerlarda o'g'it bilan ta'minlashadi. Mana bu yerda itlarimiz ham yotishibdi ekan. Mana bunday nargi xona, jo'jaxonamiz, buni demoxotlarini qo'yib o'rnatib ketishdi ustalar. Bu tomon katta tovuqlarimiz mana. Demoxot nimaga kerak? Masalan, yo vaqti bermagan svet o'chib qolsa, samatok hidini amaklar chiqarib turgani kerak bo'ladi. Mana bu drabilkamiz, mana. Makka bug'doyda shunga solinadi, drabilkamiz chiqarib beradi. Mana bu beshalkamiz 1,5 tonnalik. Shunga mana shu yerga yemlarni hamma masalan solinadi, o'zi olib kirib ketib, tayyorlab bo'lgandan keyin mana bu tomondan chiqarib beradi. Qop kiygiziladi, mana shu yerdan yem tushaveradi. Bular yemlarda, masalliqlarda zakot o'tkazadi. Buni yem tayyorlashda oldingi guruh kanalimizda bir o'tgan yili qo'yganmiz, yem tayyorlashlarni qisqa o'shalar ozgina hisobida tayyorlashdi. O'shani ob'yomdagisini tayyorlanadi. Qachon kelsak tayyorlanib bo'lgan bo'lyapti. Nasib bo'lsa tayyorlash jarayonini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Yana ham aniqlik kiritish uchun. O'sha jo'jaxonamiz o'rtoqlar. Bular 2,5 oylik bo'lib qoldi, xudo xolasa. Adashmasam shunaqa. Mana bu yerda yurishibdi. Bular nasib bo'lsa o'sha 100 kun, 120 kunlik qilib sotish niyatimiz bor bularda. Mana bu o'sha jo'jalar tayyorlaydigan meshalkamiz. Bunga o'sha kerakli narsalar solinadi. Mana 300 kilo yem oladi. Yoqib mana shu yerdan tushadi endi. Bular masalliqlar. Bu partiyamiz sotuvga yaqin video qilamiz xudo xolasa, narxlarni chiqarib, boshqa qilib. Yerdagilar oldingi videolarimizda aytib o'tganimiz, yerdagilardan jinday qimmatroq bo'ladi bular narxi, sababi ratsionda turiladi. O'rtoqlar, halinda tovuqxonani nargi tomonidan oldim. Aholi yo'q deb. Mana bu yerda ham aholi yo'q, mana yo'q. Salkam 1 kilometr narada uylar bor ama, kottejlar. Undan yaqin joyda yo'q. Mana tomoqxonamizni tomlari, mana halinda aytib o'tganimdek, demoxotlar. Bu demoxotlar qachon ish beradi? Halinda aytib o'tdim. Svet o'chganda samatok tortish uchun. Bu svet borligida pastga kichkina ventilyatorlar o'zi kifoya qiladi. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Qiziqqanlar, o'zlarini qiziqtirgan savollarni kommentariyaga yozishlari mumkin, yo bo'lmasa har bir videomizni opisiyaning tagiga Telegram gruppamizni silkasini qoldiryapmiz. O'shanga qo'shilsalaring
o'sha yerda kerakli savollaringga mutaxassislarimiz to'liq javob berishyapti. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari va bizni endi kuzatib borayotgan o'rtoqlar. O'rtoqlar, oldingi videolarimizda shu to'yxonamizni birinchi kunlardan boshlab fabrikadan olayotgan jo'jalarimizni videolarini qilib keldik va aksiyalarini hamma yo'g'ini to'liq to'qis tushuntirib kelyapmiz. Mana 50% tuxumlarini ko'rsatdik, 70% hozirgi kunda 90% dan o'tdi, ya'ni 6800 ta tovuqimiz 200 kilodan ortiq tuxum olyapmiz deb e'lon berdik. Hozirgi kunda mana Sirdaryolik shogirdimiz ukamiz Azamatjon sheriklari bilan, akaxonlari bilan kelishdi. Tovuqlarni o'zlari ko'zlari bilan ko'rib, jo'jaxonalarimizni ko'rib, mana o'zlari syomkalar qilib, ma'lum miqdorda fikrlar almashib, mehmonimiz bo'lishdi. Xudo xolasa, bundan oldingi videomizda aytib o'tdik, yerda boqilayotgan 3,5 mingta jo'jamiz bor deb. O'rtoqlar, o'shalar hammasi baraka bo'lib ketdi. Keyingi videolarda yana e'lon beramiz. Keyingi videolarda sotiladigan jo'jalarimiz. Hozircha to'xtadi o'rtoqlar. Yanvarda o'rtalaridan 20-dan boshlaymiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. O'rtoqlar, videomiz davomida oxirgi ma'lumotni berib o'tay dedim. O'rtoqlar, mana shu oldingi videomizda aytib o'tdim, 3,5 mingta jo'jamiz bor, Lominsendi, Qo'qon shahrida yerda boqilyapti deb. O'rtoqlar, hammasi baraka bo'ldi. Sotilib bo'ldi o'rtoqlar, telefon qilmay qo'yaverasizlar. Endi 15 kun, 20 kundan keyin bularni olib ketilgandan keyin mabodo ortiqchasi bo'lib qolsa, keyin e'lon beramiz. 100 ta, 150 ta ortishi mumkin, ammo ko'p ortmaydi. Undan keyin setkadagi uslub, setkadagi boquvdagilarimiz bor, setka uslubida. Ularimiz o'sha 15-yanvardan boshlab sotuvini e'lon beramiz, xudo xolasa. Bular baraka bo'ldi o'rtoqlar. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda yana keyingi sotiladigan joylarimizdan video qilishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar. Hammasi baraka bo'ldi, xudo xolasa.